Barchaga assalomu alaykum. Hurmatli Xujon Tabrik kanalining ashaddiy obunachilari. Bormisizlar, omonmisizlar? Borlaringizga shukr albatta. Xush kelibsizlar Xujon Tabrik kanalimizga. Hurmatli obunachilar, tabrik boshlagan ushbu kanalga obuna bo'lib, like bosib, kommentarida o'z fikrlaringizni yozib qolaringizlar. Chunki ushbu kanal sizlarning yaxshi kunlaringizni mana shunday unutilmas onlarni taqdim etishda davom etadi. Hurmatli obunachilar, bugungi tabrigimiz Devashtish nohiyasidan bugun bir baxtli onani tabriklab keldik. Albatta mana shu musofirda yurgan o'g'illari, kelinlari va shirinna shakar bo'lgan nabiralari nomidan. Bugungi tabrigimiz juda ham emotsiyalarga boy holi bo'ldi. Albatta ota-onalarimizning borida qadrlaylik, ular uchun qanchalik qilsak shunchalik kamdir, chunki ular g'animat. Va do'stlar va obunachilar, murojaat qilish uchun ushbu ekranda turgan nomerga murojaat qilaverasizlar. Albatta biz yaxshi kunlaringizda mana shunday baxtli onlarni taqdim etishda davom etamiz. Muhabbatdan so'z ochsangiz, onadan boshlang. Chunki onasini yaxshi ko'rmaydigan farzandni muhabbati yolg'on bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Qarsak bormi? Rahmat. Salomat bo'linglar. Albatta, Xujon tabrigi ushbu chiroyli xonadonga kelib, sizlarni bezovta qilishning asl maqsadi bugun ushbu xonadonda unutilmas onlar va eng muhimi bugun ushbu xonadonda baxtli kunlar, qo'shaloq bayram bo'lib turmoqda. Agarki adashmay kelgan bo'lsak, bugun ushbu xonadonning sohibalarini va jajjigina shirinna shakar bo'lgan nabiralarini birgalikda qo'shaloq bayramlari ekan. Ya'ni ushbu xonadonning sohibalari, duogo'ylari, farishta misol bo'lgan Maqsuda xolajonimiz va shu bilan birgalikda shirinna shakar bo'lgan nabiralar Yusufjon. Qanalar? Sizlar bo'lasizlar-a? Qarsak bo'ldi shular uchun qo'shaloq bayram ekan bugun. Rahmat, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum yana bir bor. Xolajon, amakijon, sizlar yaxshimi? Sog'monmisizlar? Xolajon, bugun hamma tabrikladimi? Kim qoldi tabriklamagan? Kim tabrikka? Men. Oh, malades. Boki. Nabira. Xo'p. Aha. Kim qoldi tabriklamagan? Xo'p, hamma tabriklari bitta biz qolibmiz. Biz ham keldik mana tabriklash uchun. Muborak bo'lsin. Bugungi xursandchilik kuningiz, unutilmas onlaringiz, qo'shaloq bayramlaringiz. Sizlarga sog'lik, salomatlik, dunyodagi barcha ezgu tilaklar yo'llab qolamiz. Har kunlaringiz mana shunday kunlarga boy bo'lsin. Hech qachon yuzlaringizda mana shunday shirinna shakar, chiroyli tabassumlar arimasin. Va topinch kim nomidan keldik yanada sizni xursand qilish uchun. Bilganlardan jim turamiz. Xabaringiz bormidi o'zi? Aytishmaganmidi? Qachon xabar topdingiz? Xo'p, qani yo'qchi azam kelmading bu xursand kuni? Bugun tabriklaringizni amakijon? Qachon tabrikladingiz? Hammadan birinchi bo'lib siz tabriklagansiz, ha? Men shuni so'radim-da. Gap yo'q, salomat bo'ling. Xo'p, albatta bugungi xursandchilik kunlaringizni tabriklash uchun albatta mana shu davr mobaynida mana shu farzandlarni oq yug'ib, oq tarab mana shunday yaxshi kunlarga yetkazib kelgan avvalambor sizlarga kattakon rahmatnomamizni aytamiz va albatta mana shu mehribon farzandlaringiz nomidan tabriklash uchun keldik. Ya'ni mana shu bugungi xursandchilik kuningizga ba'zi bir sabablarga ko'ra kela olmagan, musofir shar yurgan akalarimiz, singiljonlarimiz nomidan. Ya'ni xo'p, eng birinchi galda mana shu mehribon o'g'lingiz Zafarjon akamiz nomlaridan va albatta sizga kelin emas, qiz bo'lib xizmatingizni qilib kelayotgan Nigina singiljonimiz nomlaridan va qolgan barcha farzandlar tabriknomidan tabriklash uchun keldik. Muborak bo'lsin. Chin qalbimizdan tabriklaymiz. Akalarimiz, singiljonlarimiz aytishdiki, biz musofirchilikda yuribmiz, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan bizni ota-onalarimiz biz farzandlarni katta qilib voyaga yetkazib, baxtli onlarga yetkazib kelishdi-yu, lekin yanada bizni ham donanidan mag'zi shirin degandek bizni farzandlarimizga ham o'z mehr muhabbatlarini berib, tarbiyalab kelganlari uchun biz ulardan minnatdormiz. Shu bois bugun borib bizni minnatdorchiligimizni va bizni mehr muhabbatimizni bir borib ota-onamizga yetkazib qo'ysangiz, ozgina
yuzlaridagi tabassumni ko'rsak, xursand bo'lsak, bo'ldi deb bizga murojaat qildilar. Sizga bir chiroyli gullasamiz bor. Akamiz aytdilar, gullasani rosa yaxshi ko'rasiz ekan. To'g'rimi shu? Shu bois ushbu chiroyli gullasani topshiramiz, toki gullasi kabi oshirib yurishingiz uchun, o'zingizni baxtingizga, farzandlaringizni baxtiga, eng muhimi amakijonimizni baxtlari uchun chiroyli durust qarsaklar bo'lsa topshiramiz. Demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang. Xolajonim muborak bo'lsin. Mana shu chiroyli gullasa kabi ochilib yuring. Hech qachon yuzingizdan tabassumlar arimasin. Va shu o'rinda yana bir arzimas sovg'amiz. Buni seni singiljonimizdan biridan. Singlimiz aytdilarki, men mana shu oilaga kelin bo'lib tushganimdan faxrlanaman. Qaynotamdan roziman. Borlariga shukr qilaman. Hech qachon meni ko'nglimni og'ritmadilar. Bir-birimizni tushunib keldik. Men ularni faqat o'z onam kabi buvajon deb aytaganman. Kelgan kunimdan buvajonim deb har doim xizmatlarni qilib, duolarni olib kelyapmiz. Mana shunday kunlarga yetib keldik. Shu bois bir niyatim borki, bugundan boshlab bizning haqqimizga duo qilib yurishlari uchun, bizning boshimizga qosh bo'lib yurishlari uchun Qur'oni Karimlarni yangi joy namozlari ustida duo qilib yurishlari uchun deganlar. Ushbu arzimas sovg'asi. Ya'ni xolajon, marhamat, qabul qiling, qarsagasizmi? Muborak bo'lsin. Arzimas sovg'amiz bugundan shirinlik. To'g'ri, mana shirinlik kabi shirin bo'lib yurishingiz uchun va bugungi qo'shaloq bayramingizda Yusufjon bilan birgalikda qabul qilasizlar. Chiroyli durust qarsaklar bo'lsa agar topshiramiz. Muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Bugun farzandlaringiz, kelinlaringiz sizlar uchun qanchalik qilsa shunchalik kamol qiladi. Neki boisi sizlar bor, ular mana shunday kunda sizlar uchun xizmatda bo'lishyapti. Yana arzimas sovg'alarimiz Yusufjonga chiroyli mashinchamiz bor. Haydab yurishlari uchun. Yusufjon mashincha narxini biladingmi? Ha? Malades. Kelina boshlang mashincha baribir shuma. Qani kesdik. Siz tufayli dunyo kezib ko'rdim jahon. Qay maskanlar kezib bo'ldim unda mehmon. Parvardigor joningizni qilsin omon. Ona bugun yuzingizni sog'indim. Dada jonim so'zingizni sog'indim. Mehr nuri nur sochadi qalbingizda. Musofir bo'lib yetdim juda qadringizga. Ming dunyoni alishmasman o'rningizga. Ona bugun yuzingizni sog'indim. Dada jonim so'zingizni sog'indim. Musofirlik yoni ish og'ir ekan. Do'st bilganim do'stim emas, baxil ekan. Nete ona bu shunday taqdir ekan. Ona bugun yuzingizni sog'indim. Dada jonim so'zingizni sog'indim. Onamiz juda ham sog'inib, biz ularni juda ham yaxshi ko'ramiz. Xudo xolisa niyatimiz bor. Har bir farzand bu niyatni ota-onasi uchun qiladi. Qaysi niyat deb so'raganimni bilasizmi? Qaysi niyat? Top. Albatta. Xudo xolisa duo qilib turibdi. Hoji bobo, hoji ona qilish farzimiz, ham qarzimiz, ham farzandlik burchimizga niyatimiz shudir. Hafta salomat diyor. Hadi muhanga duo qilishim. Va yo hamun gibi sehat salomat ko'rkalar, bechikasi bevariyan hamma sehat salomat bo'lishimi? Xursandlikka ahmiga mana niyat qilibda, niyat bo'lish. Rahmat.